Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, hurmatli Ustalar dunyosi kanalining ashaddiy obunachilari. Bugungi videomiz uy sharoitida arzon usulda, qulay usulda filtrini tozalashni qisqacha sizlarga ma'lumotini berib o'tib ketaman. Video davomida xato va kamchiliklar bo'lsa albatta oldindan uzr so'raymiz. Mehnatimizga bir dona like bosib qo'yinglar, biz xursand bo'lamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Konditsionerimizni mana shu kirishkasi bo'ladi, o'zining qopqog'i. Avaylab astalik bilan ochib olamiz. Ochganimizdan keyin mana shu ichida 2 dona filtri bor. Shu changlardan, har xil narsalardan saqlaydi o'zining motorini. Mana shu narsani astalik bilan avaylab yechib olamiz. Mana yechib olganimizdan keyin o'zining mana shunaqa filtri chiqadi o'zini. Yechganimizdan keyin konditsionerda ichida mana bunda o'zining filtrli setkasi chiqadi. Shunisiga ahamiyat beringlarki, bu filtrli setkasi juda nozik bo'ladi. Buni tozalashda juda ahamiyatli bo'linglar, teshilib qolishi mumkin. Videoda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Sizlardan iltimos, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Mehnatimizga bir dona like bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.